Assalomu hurmatli obunachilar. 8 sotiylik pishirishdan uchastkamiz chiqyapti. Arendali kelayotgan bo'lsak, Jayxun zapravka, Sanjarbek fazosi, ana shu uglavor uchastkamiz sotuvda. Shuni birgalikda obzor qilamiz endi. Bu tarafga zaxlat joylari bor ekan, bemalol bog' qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Uglavor uchastkamiz juda baquvvat qilib qo'yilgan. Mana old fasadi. Fasad darvozaxonasi. Bu tarafga ham zilyon zona qilib qo'ysangiz, buni kirish darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz ham baland qilib qo'yilgan ekan. Birinchi mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham katta tayinlangan ekan. Ozgina mehr bersa chiroyli bo'lib qoladi uyimiz. Bu tarafga terrasa xonamiz va o'zini uyga kiritgan xonalari bor. Mana terrasini ham baland qilib qo'yib, o'zini podvallar ham bor ekan. Konserni qilib qo'ysak, o'ziga o'tiradigan joyga to'rtta xonamiz bor. To'g'ridan shunday sanuzel qilib ketsa bo'lar ekan. Uyimiz asosiy pishirishdan qilingan hamma joyi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, uyimizda tayyor polni podval ekan, balangina qilib qo'yilgan ekan. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafga bitta xonamiz, oshxonamiz, hammomimiz, hojatxonamiz, 8 tonnalik hovuz, kanalizatsiyalar ham qilib ketilgan ekan. Hovlimiz zilyon zonasi, arkali qilib yopib qo'yilgan ekan. Dalnishni yopib qo'ysangiz ustini bemalol tadbirlarni o'tkazsangiz bo'laveradi. Xo'p, old tarafda molxona qilib qo'yilgan ekan, ustilarni yopib, mana bu tarafga joyimiz qolibdi, qurilish qilib ketsangiz ham bo'lavergan dalnishi. Shu tarafdan ham 3 sotiylik joy qolibdi. Narxini kelayotgan bo'lsak, 105 ming so'ralgan joyga 88 ming savdo qilib qo'ydik. Real nolatga real qilib berib, pastak nomerlar bemalol telefon qilib qo'ydik.